Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga shorts uchun juda ham bomba yo'nalish ko'rsataman. Ushbu yo'nalishni do'stlar qizig'i hindistonliklar o'ylab topgan va do'stlar shu kungacha men bunaqangi kanalni aktivini ko'rmaganman. Ya'ni mana ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Juda ham qisqa, ya'ni 1-2 oyning ichida do'stlar mana shunaqangi prosmotrlarni ushbu kanal egasi ushbu yo'nalishda to'plagan. Hozir sizlarga xuddi shunday videolarni qanday qilib tayyorlashni o'rgataman. Sizlar bemalol bunday turdagi videolarni telefonda ham qilishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsanglar, qani boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak do'stlar, birinchi o'rinda bizga Gemini sayti kerak bo'ladi, lekin undan ham oldin bizga bizning Telegram kanalimiz kerak bo'ladi. Chunki biz Telegram kanalimizdan promptni ko'chirib olishimiz kerak. Do'stlar, ko'pchilik promptni topolmayotgan ekan Telegram kanalimizdan. Hozirlarga bundan keyingi promptlarni ham, bundan avvalgi va hozirgi promptni ham qanday qilib topishni Telegramdan ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni do'stlar, men har kuni, har safar video chiqarganimda post joylayman. O'sha videoni mana shunday ko'rinishda obloshkasini joylab, nomini, ssilkasini yozib va pastidan do'stlar ko'ringlar, promptlar deb mana shunday ssilka qoldirganman. Shuni ustiga bitta bosasizlar do'stlar, mana xuddi shunday tarzda prompt chiqib keladi. Va do'stlar, bundan oldingi videolarni ham xuddi shunday tarzda men mana promptlar deb yozib qoldirganman. Va do'stlar, bugun videomiz chiqsa, xudo xohlasa, mana shu joyda post joylanadi videoni obloshkasi bilan va uni ham xuddi shunday qilib promptini yozib qo'yaman. Hamda do'stlar, Telegram kanalimizning linkini ko'pchilik topa olmayotgan ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Vigeta. Xuddi shunday tarzda yozsanglar do'stlar, Telegramdan chiqib keladi. Video ostida ham ssilkasi bor. Endi esa do'stlar, Gemini saytiga qaytdik va biz do'stlar birinchi promptni to'liq tarzda ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu joygacha, mana chegaragacha do'stlar. Undan keyin ushbu promptni Geminiga yuboramiz va pastdan sozdать изображение hamda mana bu joydan Pro ga qo'yishni unutmasligimiz kerak. Hamda do'stlar, buni biz yuboramiz. Aytgancha do'stlar, mana bu joyda e'tibor beringlar. Promptda Cristiano Ronaldo deb yozilgan. Mana shu joyga do'stlar istalgan boshqa futbolchini, aktyorni, rapperni, bilmadim, istagan odamlarni yozishingiz mumkin va do'stlar, xuddi shu tarzda Gemini bizga rasmni tayyorlab beradi. Bu yerda aynan Cristiano Ronaldoni men yozib qo'ygan ekanman. Va mana ko'rishingiz mumkin, sochi jingalak, ya'ni menga o'xshagan bola Ronaldoni haykalini taxtadan yasagan. Endi esa do'stlar, biz ushbu rasmni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Endi esa do'stlar, biz Grok saytiga kirib olamiz. Grokni men nimaga yaxshi ko'raman? Chunki Grok saytida biz bepul tarzda kuniga 20 ta video yasashimiz mumkin. Va bu do'stlar juda ham zo'r imkoniyat, hamda Grokning animatsiyasi boshqa saytlarga qaraganda juda ham sifatli hisoblanadi. Va aytgancha do'stlar, ushbu rasmni ham biz Grokning o'zidan yasab olishimiz mumkin. Buning uchun mana bu joyga kiramiz. Promptni joylaymiz do'stlar va mana bu joydan vertikalniy formatni tanlaymiz hamda yuboramiz. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, menimcha bu 8 ta emas, juda ham ko'p format qilib berdi. Prosta dahshat do'stlar, qaranglar, u qancha format qilib berdi. Misol uchun do'stlar, menga qaysi biri yoqdi? Shtobi haykal kattaroq ko'rinishi uchun, demak biz misol uchun mana bu versiyasini yuklab olishimiz mumkin. Mana do'stlar, yuklab oldik. Endi esa do'stlar, xuddi shu joyda biz boshqa rakursdagi rasmni ham yuklab olishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r do'stlar bizga imkoniyat. Misol uchun, xuddi shunday tarzdagini ham olamiz, ya'ni pastroqda turganini ko'chirib olamiz buni ham. Kelinglar, yana ikkitasini ko'chirib olamiz. Misol uchun, mana chap tarafda turgan varianti ham bor ekan.
Hamda eng oxirgisi esa do'stlar, masalan, ushbu rasmni tanlaymiz. Xo'sh, buni ham yuklab oldik. Demak, bizda 4 ta rasm tayyor bo'ldi. Endi esa do'stlar, Grok saytiga qaytamiz. Endi esa pastdan birinchi rasmimizni yuklaymiz. Mana birinchi rasmni yukladik. Avtomatik do'stlar, video bo'lishga o'tib ketdi, lekin biz mana bu promptlarimiz orasidan birinchisini ko'chirib olamiz va ushbu joyga yozib yuboramiz. Shunda do'stlar, bizning videomiz yanada idealniy tarzda chiqadi, ya'ni qo'shimcha prompt bilan. Demak, birinchi kadrimiz tayyor do'stlar. Ko'ringlar qanaqangi dahshat. Demak, ushbu videoni biz yuklab olamiz. Bu birinchi kadrimiz hisoblanadi. Endi esa do'stlar, biz ikkinchi rasmimizni joylaymiz, lekin ikkinchi prompt bilan do'stlar. Hammasini bir xil qilib qo'ymanglar promptini. 4 xil variant berganman promptga. Shu 4 xil variantda do'stlar 4 xil kadr tayyorlashinglar kerak bo'ladi. Ikkinchisi ham tayyor, buni ham yuklab olamiz. Endi esa uchinchisi. Demak, bu ham tayyor do'stlar. Uchinchisi o'sha mana artishi. Demak, tayyor bo'lib qoldi degani bu. Yuklab olamiz. Hamda oxirgisi do'stlar, 4-promptni ham kiritamiz. 4-kadrimiz ham tayyor do'stlar. Oxirgisi juda ham zo'r chiqdi, mana ko'rib turganingizda. Endi esa do'stlar, biz CapCut dasturiga o'tamiz. 4 ta kadrni ham CapCut dasturiga tashlab oldim do'stlar. Bularni endi biz taxlab chiqamiz va joyini o'zimizga qarab, ya'ni o'z xohishimiz bilan buni almashtirsak ham bo'ladi. Misol uchun, mana bu kadrni biz oxiriga qo'yamiz. Ushbu kadrni esa 3-chisiga qo'yamiz. Va do'stlar, buni birinchisiga qo'yamiz. Ya'ni oyog'idan boshlayapti, sal teparoqga chiqyapti, undan keyin esa artyapti va oxirida do'stlar mana orqa tarafini ham yasayapti va do'stlar, videomiz shu bilan tayyor. Endi esa biz faqatgina bu kadrlarni sal qisqartirib chiqamiz do'stlar. Har birini 3 sekunddan qilib chiqamiz, o'shanda normalniy bo'ladi. Mana do'stlar, jami hisobda 12 sekundli video bo'ldi. Menimcha juda ham zo'r chiqdi do'stlar. Bularning orasiga qanaqangidir perexod qo'yish shart ham emas deb hisoblayman. Atak birorta perexod qo'ysalaring ham bo'ladi. Bu endi har bir kishini o'zini xohishi. Hamda do'stlar, glavnisi ushbu videoni ovozini o'chirib tashlaylar va o'rniga birorta zo'r muzika qo'yinglar do'stlar. O'shanda video yanada ko'proq prosmotr oladi. Do'stlar, agarda aynan ushbu yo'nalishda kanal ochmoqchi bo'lsanglar yoki umuman Amerikan yo'nalishda kanal ochmoqchi bo'lsanglar, bitta narsa juda ham muhim. Ya'ni do'stlar, Amerikan YouTube'da bozor juda ham katta va raqobat shunga yarasha do'stlar juda ham katta hisoblanadi. Shuning uchun ham do'stlar, Amerikan YouTube'da kanallar to'g'ri ochilgan bo'lishi va to'g'ri nastroyga qilgan bo'lishi juda ham muhim hisoblanadi. Aks holda do'stlar, kanallar umuman natijaga chiqmasligi mumkin. Shuning uchun do'stlar, kanallar yaxshi natijalarga tezda chiqishini xohlasanglar, bizning YouTube kanal ochib berish xizmatimizdan foydalaninglar. Xizmatimiz arzon, muhimi do'stlar, sifatli va juda ham ko'p mijozlarimiz katta natijalarga hamda monetizatsiyaga tezda chiqishyapti. Shuning uchun do'stlar, kanal ochtirmoqchi bo'lsanglar, video ostida adminimning manzili bor, hoziroq murojaat qilinglar va bir kunning ichida o'z kanalingizga ega bo'lasizlar. Videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha